Yo'q, hammaga salom-assalomu alaykum. Sizlar bilan Husanokman. Bugungi videomizga mana shu joyga sizlar bilan narsalar, moblarni urishtiramiz. Bitta golimga qarshi, ikkita golimga qarshi 20 ta zombi bo'ladi. Qaysi yutasizlar? Qaysi yutadi deb o'ylaysizlar? Agar kanalimni ko'rgan bo'lsangiz, bu videomga 20 ta zombiga qarshi bitta golim yutuvdi. 20 ta zombiga qarshi bitta golim urush qildi. Keyin zombilar yutuvdi. Hozir boshladik. 20 ta zombi. 1 2 3 4 5 6 7 8 qani urush boshlandi. Biz esa manbaxlarga o'ttirib taqlamiz. Qani hozir golimlar zombilar gilam chaqib o'ttiribdi yerga. Mana bu manbaqa tushib olgan. Mana uni itarib va golimlar yutdi. Hammayli. Ular yana 10 ta paydo qilamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Qani endi qaytamiz. Qani ikkita zombini yo'q, ikkita golimni qani? Mayli. Qilich bilan uramiz. Mayli, bu ana bu urushga kim yutdi deb e'lon qilamiz deymi? Bunga golimlar yutdi. Chunki biza boshiga 20 ta zombi devdik-da. Mayli, endi ikkita golimga qarshi 20 ta cho'chqalar bo'lar. Oddiy cho'chqa emas. Bu mana bunaqa cho'chqa. Hozir ko'rsataman. Elementlarimga qarasanglar bilasizlar. Mana vaqt buzilib ketdi video boshiga. Mana yana ikkita golim. Mana cho'chqa, mana bunaqa cho'chqa. 20 ta qani. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 mana 20. Mana bitta golim qolib ketibdi. Ana yutqazdi. Endi esa mana shularga qarshi bitta golim bo'ladi. Qaysi yut ekan? Qani bitta qo'li mana. Qani qaysi ekan? Qani uringlar. Ur. Hammasi mana bu yoqqa chiqib olgan. Bular tushiraveramiz. Baxtga sanam tush. Golim yutqazdimi? Mayli, endi ikkita golimga qarshi buzib ketdi. Mayli, hozir to'g'irlaymiz. Ikkita hozir buni ham qo'laylik avval. 3 ta mayli 3 ta ketsin, mana bular ketsin. Endi 3 ta golimga qarshi hozir men buni yopib olay. Vaqt sotib qo'yaylik. Mana shunday. Mana bo'ldi. 3 ta golimga qarshi 10 ta yalmog'iz bo'ladi. Qani ketdi. Men bular ham qo'shilar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Qani qaysi uyda ekan? 3 tami yo? Shularmi? Bitta golimiz tayyor, ikkinchisi ham, uchinchisi ham tayyor. Qani ketdi. Jang qizg'in ketyapti. Biz mana shu yoqqa o'tirib olib tomosha qilamiz. Albatta mana bu cho'chqacha bilan. Qani kim uyda ekan? Ye. Golimlar ikkita qoldi. Ikkita mana yalmog'izlar o'zlari urush qilyapti bir-birlari bilan. To'xtanglar, mana g'urram ketyapti. Mana buni o'ldiramiz. Mana shuni o'ldiramiz. Chunki bu tepadan damlama o'tyapti golimlarga. Mana. Qani qaysi uyda ekan? Qani hozircha deb bo'layapti. Mana bu damlamasi bilan qochyapti. Qani tush, yaramas tush. Zaharlama. Mayli, endi ikkitaga 5 ta yalmog'iz. Qani 1 2 3 4 5. Golimlar yutadi. Hozir golimlar zaharlab va golimlar yutqazdi. Bitta qolib ketibdi.